Assalomu alaykum jonlarim. Men astrolog Ra'no Kaya. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan osmonni kuzatish ilmining haqiqiy kelib chiqishi haqida gaplashamiz. Biz afsonalarni emas, faqat va faqat arxeologik dalillarga asoslangan real tarixni o'rganib chiqamiz bugun. Tasavvur qiling, bundan rosa 30 ming yil oldin yer yuzida hali na Shumer davlati, na o'sha mashhur Göbekli Tepe ibodatxonasi bor edi. Odamlar g'orlarda o'ta oddiy va qiyin sharoitda kun kechirardi. Xo'sh, ular kechalari nima bilan mashg'ul bo'lgan deb o'ylaysiz? Shunchaki olov atrofida uxlab yotishganmi? Yo'q, albatta, aslo unday emas. Bugungi kunda arxeoastronomiya fani muzlik davridagi ovchi ajdodlarimiz osmon ilmining ilk poydevorini hali g'orlardayoq qurishganini isbotlamoqda. Buning eng birinchi dalili Fransiyadagi o'sha mashhur Lasko g'oridir. Olimlar u yerda yovvoyi buqa tasvirlari ustiga chizilgan g'alati nuqtalarni ko'rib hayratdan yoqa ushlashgan. Chunki ular shunchaki tasodifiy chiziqlar emas, balki bugungi kunda biz Pleyadalar, ya'ni xalq tilida Hulkar yulduzlar turkumi deb ataydigan koinot xaritasining aniq proyeksiyasi edi. Hattoki buqaning ko'zi va atrofidagi yulduzlar hozirgi buzoq yoki buqa yulduz turkumining eng yorqin nuqtasi bo'lmish Aldebaran joylashuviga to'g'ri keladi. Xo'sh, nega o'sha davrdagi odamlarga osmon kerak bo'lib qoldi? Sababi juda ham oddiy. Yashab qolish ehtiyoji. Dehqonchilik hali kashf etilmagan o'sha davrlarda tabiat qonuniyatlarini oldindan bilish hayot-mamot masalasi edi. Qaysi faslda qaysi hayvonlar qayerga ko'chib o'tadi? Qattiq sovuqlar qachon boshlanadi? Ularning hammasiga javob topish uchun bobo kalonlarimiz har kecha osmonni diqqat bilan kuzatishgan. Bunga yana bir rad etib bo'lmas ilmiy bir isbotimiz bor. Arxeologlar Afrika va Yevropa hududidan, xususan mashhur Ishangu g'oridan qadimgi hayvonlarning suyaklarini topishgan. Bu suyaklar ustida ma'lum bir matematik tartibda chizilgan chiziqlar bor edi. Mikroskopik tekshirilganda esa ular oyning 30 kunlik sinodik davrini, ya'ni o'zgarish fazalarini ko'rsatuvchi ilk taqvimlar, paleo almanaxlar bo'lib chiqdi. Demak, o'sha paytdagi inson osmondagi sikllar bilan yerdagi hayot o'rtasidagi uzviy bog'liqlik borligini, tabiatning ma'lum bir qonuniyat asosida harakat qilishini juda yaxshi anglashgan. Muzlik davri odamlari uchun osmon hayot xaritasi edi. Ular koinotning buyuk va aniq ishlaydigan soatiga qarab o'z hayotlarini tartibga solishgan. Mana shu hayotiy ehtiyoj keyinchalik insoniyat sivilizatsiyalarida, xususan Shumer va Boburda tizimli ilmiy kuzatishlar shakllanishi uchun eng katta poydevor bo'lib xizmat qildi. Xulosa qilib aytganda, yulduzlarni kuzatish ilmi qadimgi shohlar saroyida emas, balki qorong'u g'orlarda yashab qolish uchun kurashgan oddiy insonlarning ehtiyoji tufayli tug'ilgandir. Muzlik davri tugab, iqlim iliy boshlagach, insoniyat tarixida yangi bir davr, ilk dehqonchilik va o'troq hayot boshlandi. Odamlar endi faqat tabiat bergan ne'matlarni terib yuruvchi ovchilar emas, balki yerga urug' qadab ulkan inshootlar quruvchi bunyodkorlarga aylanishdi. Buning eng yorqin va dunyo ilm faniga larza soladigan isboti Turkiyadagi mashhur o'sha Göbekli Tepe majmuasidir. Bundan taxminan 12 ming yil oldin qurilgan bu ulkan tosh ibodatxonalardagi T-simon ustunlarga diqqat qiling. Ularning yuzasida turli hayvonlar, chayonlar, tulkilar va qushlar tasvirlangan. Zamonaviy tadqiqotlar, xususan Edinburg universiteti olimlarining aniq hisob-kitoblari shuni ko'rsatadiki, bu hayvonlar shunchaki rasm yoki chizgilar emas, balki o'sha davrdagi yulduz turkumlarining ramziy belgilari bo'lishgan. Ya'ni diqqatga sazovor jihati shundaki, Göbekli Tepe'dagi ulkan tosh ustunlarining joylashuvi yilning eng muhim astronomik hodisalariga, kun va tun tenglashishi hamda quyosh tutilishi kunlariga qarab matematik aniqlikda joylashtirilgan va yo'naltirilgan. Nega? Chunki dehqonchilikda o'rikni qachon ekish
va hosilni qachon yig'ib olishni bilish hayotiy zarurat edi. Buning uchun esa osmon ko'rsatkichlarining aniq hisob-kitobi kerak bo'lgan. Ya'ni Göbekli Tepe insoniyat tarixidagi toshdan qurilgan eng birinchi ulkan ochiq osmon ostidagi rasadxona edi. Xo'sh, oradan minglab yillar o'tib, zaminimizda yana nimalar o'zgardi? Göbekli Tepe toshlariga muhrlangan o'sha ilk osmon bilimlari yo'qolib ketdimi? Aslo unday bo'lmadi. Bundan taxminan 5-6 ming yil oldin, ya'ni Göbekli Tepedan salkam 6 ming yillik vaqt o'tib, Mesopotamiya hududida Furot va Dajla daryolari oralig'ida insoniyat tarixidagi ilk buyuk sivilizatsiya, ya'ni Shumer davlati qad ko'tardi. Aynan Shumerlar davriga kelib, g'orlardagi va Göbekli Tepe toshlaridagi o'sha qadimgi dastlabki kuzatuvlar endi haqiqiy mukammal va tizimli fanga aylandi. Chunki Shumerlar insoniyat tarixidagi eng buyuk kashfiyotni, yozuvni yaratgan edilar. Ular endi osmon hodisalarini g'or devorlariga yoki ulkan toshlarga emas, balki doimiy saqlanadigan, oson ko'chiriladigan va qo'ldan qo'lga o'tadigan loy lavhalarga muhrlay boshlashgandi. Shumerlar qurgan ulkan minoralar, zikkuratlar ham ma'muriy markaz hamda to'g'ridan to'g'ri koinotga qarab chizilgan mukammal astronomik kuzatuv punktlari, ya'ni o'sha davrning rasadxonalari edi. Shumer va keyinchalik ularning bilimlarini davom ettirgan Bobil olimlari sayyoralarning harakatini, quyosh va oy tutilishlarini sekundigacha hisoblab chiqadigan mukammal matematik tizim yaratdilar. Bugungi kunda biz kundalik hayotda foydalanadigan yillik 12 oylik taqvim yoki bir doiraning 360 darajaga bo'linishi, bir soatning 60 daqiqa va bir daqiqaning 60 soniya qilib belgilanishi o'sha qadimgi Shumer matematiklarining koinotni va vaqtni o'lchash tizimidan bizga meros bo'lib qolgan. Ular sayyoralarning davriy harakatini va tabiat qonunlarini mukammal o'rganib, daryolarning toshishi, qurg'oqchilik yillari va ekin-tekin mavsumlarini oldindan juda aniq bilishgan hamda davlatning butun iqtisodiy va ijtimoiy hayotini aynan koinotning mana shu aniq soatiga qarab rejalashtirgan. Xulosa qilib aytganda, qorong'u g'orlarda yashagan ovchilarning yashab qolish ehtiyojidan tug'ilgan osmon ilmi Göbekli Tepe toshlarida shakllanib, Shumer loy lavhalarida ilm-fanning buyuk poydevoriga aylandi. Koinotning bu azaliy va o'ta aniq ishlaydigan tizimi bugun ham insoniyat hayotini tartibga solishda eng asosiy tayanch bo'lib xizmat qilmoqda. Mesopotamiya tuprog'ida poydevori qo'yilgan osmon ilmi miloddan avvalgi 1-ming-yillikda O'rta Yer dengizi orqali qadimgi Yunoniston va Misrga yetib bordi. Aynan o'sha davrda insoniyat tarixi yana bir buyuk intellektual burilishni boshdan kechirdi. Bobilliklarning quruq matematik hisob-kitoblari va kuzatuvlari Yunon faylasuflarining mantiqiy dunyoqarashi bilan birlashdi. Eramizdan oldingi 4-asrda Iskandar Maqduniy, Aleksandr Makedonskiy ulkan imperiya tuzib, Bobil, Misr va Yunoniston madaniyatlarini yagona bir qozonda birlashtirdi. Bu davr tarixda Ellinizm davri deb ataladi. Bu davrning eng bosh markazi esa Misrdagi mashhur Iskandariya, Aleksandriya shahri edi. Iskandariya kutubxonasida butun dunyodan yig'ilgan o'sha loy lavhalar va papiruslar o'rganilib, osmon harakati yagona tizimga solindi. Mashhur Yunon olimlari Giperx va Ptolemey osmon jismlarining koordinatalarini, yulduzlarning yorqinlik darajalarini aniqlab, dunyodagi ilk mukammal yulduz xaritalarini tuzishdi. Ular geometriya va trigonometriya qonunlaridan foydalanib, koinotning matematik modelini yaratishdi. Ular uchun osmon endi shunchaki sirli va mavhum narsa emas, balki geometrik qonuniyatlar asosida aylanadigan mukammal mexanizm edi. Eng muhimi, qadimgi Yunonlar osmon tizimini inson tabiatini tushunish, mikrokosmos va makrokosmos o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ishlata boshlashdi. Ya'ni tabiat hodisalari, fasllar almashishi va inson psixologiyasining osmon ritmlari bilan qanday hamohang ekanini falsafiy jihatdan asoslab berishdi. Shunday qilib, Shumer loy lavhalaridagi tug'ilgan
Fan antik Yunoniston poydevorida mukammal shakl shamoliga ega bo'ldi va butun Yevropa hamda Sharq ilm faniga poydevor bo'lib xizmat qildi. Aynan mana shu poydevor tufayli vaqt o'tishi bilan osmon ilmining eng yorqin sahifasi g'arbdan sharqqa, ya'ni biz yashab turgan Markaziy Osiyo tuprog'iga ko'chdi. Milodiy 8-9 asrlarda Bag'doddagi Baytul Hikmat markazida o'sha qadimgi Bobil loy lavhalari va Yunon papiruslari olimlarimiz tomonidan qayta o'rganila boshlandi. Bizning bobolarimiz bu bilimlarni shunchaki ko'chirishmadi, ularga chinakam matematik mukammallik bag'ishladi. Bu ulug' burilishning boshida buyuk vatandoshimiz Muhammad al-Xorazmiy turgan edi. U yulduz va sayyoralarning harakatini hisoblaydigan dunyodagi birinchi mukammal astronomik tizimlarni yaratdi. Keyinchalik esa Abu Rayhon Beruniy Yerning o'z o'qi atrofida aylanishi haqidagi gipotezalarini ilgari surib, koinot sirlarini trigonometriya yordamida ochib berdi. Va nihoyat bu ilm zanjirining eng yorqin cho'qqisi go'zal Samarqandda qad rostlagan Mirzo Ulug'bek rasadxonasi bo'ldi. Mirzo Ulug'bek nafaqat davlat hukmdori, balki o'z davrining eng buyuk astronomi, butun dunyo osmon ilmini oldinga boshlagan tengsiz bir ilm dahosi edi. Sulton va buyuk akademik Ulug'bek teleskoplar kashf etilishidan salkam 200 yil oldin katta sekstant uskunasi yordamida osmonni kuzatdi. U nafaqat 1018 ta yulduzning koordinatalarini aniq belgilab bergan mashhur yulduzlar jadvalini tuzdi, balki yerdagi fasllar qanday almashishini va bir yilning aniq davomiyligini hisoblab chiqdi. Uning hisob-kitoblari bugungi zamonaviy fanning aniqlik darajasidan bor yo'g'i 25 soniyagacha farq qiladi. Samarqand madrasalaridagi osmon ilmi eng yuqori darajadagi matematik fanga aylandi. Shunday qilib, g'or devorlaridan boshlangan osmon sayohati Shumer loy lavhalarida tizimlashib, bizning buyuk bobolarimiz qo'lida eng baland cho'qqisiga erishdi. Sharq o'zgarishining mana shu o'ta aniq yulduzlar jadvali keyinchalik Yevropaga yo'l oldi va bugungi zamonaviy dunyoqarashning shakllanishiga eng asosiy tayanch bo'lib xizmat qildi. Samarqandda yongan ilm mashalasi keyinchalik butun Yevropani uyg'otdi. Biz bugun samoviy tizimlarni tushunishda va sayyoralar harakatini kuzatishda eng yuqori aniqlikka aynan mana shu davrda yetib keldik. 16-asrda polshalik olim Nikolay Kopernik ilm fanda chinakam portlash yasadi. Ungacha bo'lgan insonlar 1000 yillar davomida koinotning markazida yer turadi deb o'ylashgan edi. Va Kopernik esa birinchi bo'lib markazda quyosh turishini, yer va qolgan barcha sayyoralar uning atrofida aylanishini isbotlab berdi. Bu kashfiyot biz o'rganayotgan osmon ilmining qonun qoidalarini butunlay o'zgartirib yubordi. Kopernikning gipotezasini keyinchalik nemis olimi Logan Kepler matematik jihatdan mukammallikka olib chiqdi. Kepler sayyoralarning osmondagi harakat qonuniyatlarini, ularning tezligi va aniq sikllarni hisoblab chiqdi. Bugungi kunda biz foydalanadigan sayyoraviy tranzitlar va xaritalardagi o'lchovlar aynan Kepler qonuniyatlariga tayanadi. Eng qiziq tomoni, Kepler nafaqat astronom, balki o'z davrining eng mashhur professional astrologi ham edi. U osmon mexanikasini mukammal bilgani uchun imperatorlarga eng aniq prognozlar va natal xaritalarini chizib bergan. Va nihoyat 17-asr boshida Niderlandiyada ilk bor teleskop ixtiro qilindi. Buni eshitgan Galileo Galiley 1609-yilda ushbu qurilmani takomillashtirib, uning quvvatini bir necha bor oshirdi va tarixda birinchi bo'lib uni aynan osmonga qaratdi. Galiley teleskop orqali Yupiterning yo'ldoshlarini va Veneraning fazalarini o'z ko'zi bilan ko'rgan birinchi insonga aylandi. O'sha davrda samoviy sir asrorlar va matematik aniqlik uyg'unlashib, zamonaviy astrologiyaning eng pishiq fundamenti qurildi. Osmon sirlari teleskoplar yordamida birin-ketin ochilib, koinot xaritasi kengaygach, astrologiyada yangi inqilobiy davr boshlandi. 1000 yillar davomida insoniyat faqat 7 ta samoviy jismga tayanib kelgan edi.
Ammo osmonda yangi oliy sayyoralar Uran, Neptun, Pluton kashf etilishi bilan klassik astrologiya tubdan yangilandi va kengaydi. Bu yangi sayyoralar astrologiyadagi burchlar tizimini butunlay qayta shakllantirdi va ularga zamonaviy boshqaruvchilar tayinlandi. Qadimdan Saturn boshqarib kelgan Qovg'a burjining zamonaviy boshqaruvchisi qilib Uran belgilandi. Klassik qoidalarga ko'ra Yupiter boshqaruvida bo'lgan Baliq burjiga Neptun, ilgari Mars boshqaruvida bo'lgan Chayon burjiga esa Pluton zamonaviy boshqaruvchi sifatida biriktirildi. Bu kashfiyotlar inson tabiatini, uning ruhiyati va taqdirini yanada chuqurroq qatlam-qatlam qilib tahlil qilish imkonini berdi. 20-asrga kelib esa astrologiya fanga aylangan psixologiya ilmi bilan birlashdi. Mashhur psixiatr Karl Gustav Jung astrologiyani inson ruhiyatini ochuvchi eng buyuk kalit deb atadi. Shunday qilib, qadimgi davrlardagi faqatgina yaxshi yoki yomon deb qilinadigan oddiy qarashlar o'rnini bugungi kunda biz qo'llaydigan insonning ichki salohiyatini va hayotiy missiyasini anglatuvchi zamonaviy psixologik astrologiya hamda aniq samoviy prognozlar egalladi. Bugun biz tahlil qilayotgan natal xaritalar nafaqat sayyoralar harakati, balki inson ruhiyatining eng mukammal aksidir. 1000 yillar oldin Bobil va Shumer zaminida loy taxtchalarga mixxat bilan muhrlangan osmon sirlari bugun raqamli asrimizda yanada aniq va tushunarli bo'lib namoyon bo'lmoqda. Biz astrologlar esa endi yulduzlar tilini oddiy kuzatish bilan emas, SolarFire kabi murakkab va professional dasturlar yordamida soniyada aniqlik bilan o'qiyapmiz. Texnologiyalar rivojlangani sari astrologiya shunchaki oddiy qarashlar emas, balki inson ruhiyatini, uning hayotiy missiyasini tahlil qiluvchi chuqur ilmiy psixologik tizimga aylandi. Qadimgi donishmandlarning kuzatuvlaridan boshlab bugungi raqamli davrning aniq hisob-kitoblarigacha bo'lgan ushbu yo'l insoniyatning o'zini anglash yo'lidir. Astrologiya bu shunchaki yulduzlar harakati emas, bu koinot bilan inson o'rtasidagi uzviy bog'liqlikdir. Bugungi videoda men sizlarga astrologiyaning qanday paydo bo'lgani va zamonaviy ilm-fan bilan qanday uyg'unlashib ketgani haqida o'z bilimlarimni ulashdim. Umid qilamanki, ushbu tarixiy silsila sizga koinot sirlariga bo'lgan qarashingizni yangilashingizda yordam beradi. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Osmon sirlari va yulduzlar ilmi bo'yicha yanada ko'proq qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.